222 chetda tez yordamga yo'l beramiz. Samarqandda Mercedes-Benz haydovchisi tez yordam mashinasiga yo'l bermadi. Tarmoqlarda tarqalgan videolarda tez tibbiy yordam mashinasi svetoforning qizil chirog'ida to'xtagan Mercedes-Benz haydovchisidan bir necha marta yo'l so'ragani, biroq u buni rad qilganini ko'rish mumkin. Viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra ushbu holat Samarqand shahrida yuz bergan. Mazkur haydovchi topilgan va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Yo'l harakat qoidalarining 26-bandiga binoan haydovchilar sirenasi yoqilgan tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalariga yo'l berishlari shart. Ularga yo'l bermagan transport vositalari haydovchilari esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Xo'sh, svetoforning qizil chirog'ida turganda maxsus mashinalar yo'l so'rasa nima qilish kerak? Qizildan o'tib yo'l berish mumkin, faqat bunda o'ng yoki chap tomonga to'xtash shart. Ya'ni harakatni davom ettirmaslik lozim. Aks holda bu jarimaga sabab bo'ladi.